turmushga chiqish yokida tibbiyot talabasi bo'lish. Shaxsan men Farg'onada yagona va aurasi baland bo'lgan maskan Farg'ona jamoat salomatlik tibbiyot institutini tanlayman. Bilasizmi nega? Chunki bu yerda diplom emas, xarakter tarbiyalanadi. Siz nega tanlashingiz kerak? Chunki bu institut sizga kasb emas, pozitsiya beradi. To'xtang, menga pozitsiya kerak emas deysizmi? Unda bu institut sizga pozitsiyadan tashqari yana nimalar va'da qilganligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Ushbu dargohda 6000 dan ziyod talaba tahsil olib, 4 ta fakultet, 10 dan ortiq yo'nalish mavjud. Jumladan, davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsiya va boshqalar. Institut sizga nimalar va'da qiladi? Zamonaviy jihozlangan o'quv xonalari, chetda o'qish va ishlash imkoniyati, muntazam, sifatli va bepul USML darslari hamda malakali shifokorlar nazorati ostida amaliy ko'nikmalar. Yana bitta gap, videoni bo'ydoqlanishlarga yuborib yurmang. Yana ular ham o'qishni tanlab qo'yishmasin.